Keyingi taklifimiz yangi norma. Narkotiklarning noqonuniy muomalasiga hokimiyat, mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish yo'li bilan homiylik yoki rahnamolik qilish yoki bunday jinoyatlar fosh bo'lishining oldini olish maqsadida xabar berish 5 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish taklif etilyapti sanksiyasida. Bir narsani aytib o'tay, dekabr shu joriy yilning yanvar oyida Qozog'iston, qo'shni Qozog'istonda prezident farmoni bilan demak ular ham qonunni qabul qilishgan. Qozog'istonda homiylik yoki o'sha mansabdor shaxslarni homiylik qilishi, rahnamolik qilishini umrbod jazosiga tortadigan qonunni qabul qilishdi. Biz endi umrbodgacha olib bormayapmiz. Hech bo'lmasa bir 20 yilgacha ruxsat bersalaringiz ularga nima qilishgan? Chunki amaliyotda ko'p uchrayapti. Xabarlaringiz ham bo'lsa kerak. Yaqinda shu uchastka inspektori o'zini xonadonida narkolaboratoriya tashkil qilganligi haqida xabarlar ketdi. Ommaviy axborot vositalarida hozir tergov davom etyapti. Va bunaqa holatlar rostga ishoninglar juda ko'p. Mansabdorlar homiylik qilayotgan, yordam berayotgan, farzandlari shug'ullanayotgan haqida xabarlarimiz ko'p. Buni menimcha kiritmasak bo'lmaydi.